Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, sizlarga ko'krak bez saratoni haqida, ochiq yaralar haqida ma'lumot bermoqchimiz. Ko'krak saratonida ochiq yara paydo bo'lsa nima qilish kerak? Ko'krak saratonining og'ir bosqichlarida ba'zan o'sma terini yemiradi va ochiq yara hosil bo'lishi mumkin. Bu holat bemor uchun og'riqli, noqulay va ruhiy jihatdan qiyin bo'ladi. Lekin to'g'ri parvarish va shifokor nazorati orqali ahvolni yengillashtirishimiz mumkin. Eng muhimi o'z boshini chalik qilmasdan davolamaslik kerak. Ochiq yara paydo bo'lganda yarani o'zingiz kesish, qirqish yoki siqish mumkin emas. Alqona malhamlar, spirt, yod, uksiz yoki yoqib yuboruvchi vositalarni qo'llash qat'iyan man etiladi. Bu infeksiya, kuchli qon ketishi, og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Bunday holatlarda nima qilishimiz kerak? Albatta shifokorga murojaat qiling. Onkolog yoki jarroh yaraning holatini baholashi kerak. To'g'ri yara parvarishi, infeksiyaga qarshi davo, og'riqni kamaytirish choralarini belgilaydi. Yarani to'g'ri tozalash va bog'lash juda muhim. Shifokor tavsiyasiga binoan yara steril eritmalar bilan ehtiyotkorlik bilan tozalanadi. Maxsus steril bint yoki salfetkalar bilan yopiladi. Bintni o'z vaqtida almashtirish ham juda muhim hisoblanadi. Immunoterapiya o'smaning o'sishini sekinlashtirib, yo'qotish holati, bitirish holati, yaraning holatini yaxshilashi mumkin. Bu qaror faqat shifokor tomonidan bemorning umumiy ahvoliga qarab qabul qilinadi. Xulosa qilib aytganda, ko'krak saratonining ochiq yara og'ir, lekin nazorat qilish mumkin bo'lgan holat. To'g'ri parvarish, infeksiyadan himoya va shifokor nazorati orqali og'riqni kamaytirish va hayot sifatini yaxshilashimiz mumkin. Har bir qanday davolash faqat malakali onkolog maslahati asosida amalga oshirilishi shart hisoblanadi. Agar sizda va yaqinlaringizda shunga o'xshash yara holatlari kuzatiladigan bo'lsa, bizga va yuqoridagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.